Butunjahon OITSga qarshi kurash kuni tashabbusi ilk bor 1987-yil avgust oyida Shveysariyaning Jeneva shahrida Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining OITSga qarshi kurash bo'yicha global dasturining ommaviy axborot vositalari xodimlari Jeyms Bund va Tomas Netter tomonidan ilgari surilgan. Global OITS dasturi direktori Jonatan Mann ularning fikrini qabul qildi. Unga konsepsiya yoqdi va Birinchi jahon OITSga qarshi kurash kunini 1988-yil 1-dekabr kunidan o'tkazishga rozi bo'ldi. O'zbekistonda ham OITSga qarshi kurash kuni 1988-yildan boshlab o'tkazilinmoqda. Butunjahon OITSga qarshi kurash kuni Birlashgan Millatlar Tashkilotining xalqaro kuni 1-dekabr kuni nishonlanmoqda. 1996-yildan beri UNAIDS tomonidan o'tkaziladi. Ushbu kun OIV infeksiyasining tarqalishi natijasida yuzaga kelgan OITS epidemiyasi haqida xabardorlikni oshirish, shuningdek, ushbu kasallik qurbonlarini xotirlash kuni sifatida tashkil etilgan. Dunyo bo'ylab ko'plab davlat, jamoat va tibbiyot tashkilotlari shu kuni o'quv va diagnostika kuni tadbirlarini o'tkazadi. Sog'lig'ingiz o'z qo'lingizda, o'zingizni ehtiyot qiling.